Hazreti İsa ko'lning u qetidagi Gadara degan joyga borganida uningga jin chaplashgan ikki kishi yo'liqdi. Gör qilingan o'nkirlarni makon tutgan bu ikki kishi shuncha vahshiy ediki, hech kim bu yerdan o'tishga jur'at qila olmaydi. Ular Hazreti İsa'ni ko'rgan hamon Xudoning o'g'li, ishimizga aralashma. Sen vaqt soati kelmasdilla, bizni qiynig'ini keldingmi? deb to'g'ladi. Shu atrofda cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zlanib yuradi. Jinlar Hazreti İsa'ga yolvorib, "Agar sen bizni haydab chiqarmoqchi bo'lsang, to'ng'iz podisiga kirgizvatgin", dedi. Hazreti İsa, "Chiqinglar", dedi. Jinlar chiqib, to'ng'izlarning teliga kirib ketdi. Bütün to'ng'iz podisi patparoq bo'lib, yugurgan peti tiyodan tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. Hay! To'xta! To'xta! To'ng'iz boquvchilar shaharga kechib kirib, bu ishning bosh oxirini ve jin chaplashgan kishilarning kechirmishlarini xaloyiqqa taqatdi. Shuning bilan bütün shahardagilar Hazreti İsa bilan ko'rishga chiqdi. Ular uni ko'rganda, uning bu yerdan chiqib ketishini talab qildi.